Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Safar Qandoli O'lmaso'g'li. Qarshi davlat texnika universiteti 2-bosqich talabasiman. Hozirgi kunda najot ta'limda data analitika sohasi bo'yicha tahsil olib kelyapman. Bu kanalda yuritishdan maqsad asosan bilimlarimni mustahkamlash va boshqalarga o'z bilimlarimni ulashish maqsadida yaxshi bir savobli ishga qo'l urdim. Sizlar bilan endi ma'lumotlar bazasi o'zi nima, ma'lumotlar haqida gaplashadigan bo'lsak, asosan men PostgreSQL to'g'risida darslarimni olib boraman. Bunga ko'ra men faqat PostgreSQLda data analitikaga kerakli qismini bilaman. Endi masalan hamma dasturlash tillariga ham SQL kerak bo'lishi mumkin, lekin ular to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaganligim sababli ular to'g'risida hozir sizlarga hech narsa deyishga tilim yetmayapti. Xo'p, boshladik unda. Asosan birinchi analitika sohasidan gaplashsak, bu data analitika sohasi hozirgi kunda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan kasblardan biri. Ya'ni zamonaviy kasblardan biri. Asosan bular to'g'risidagi ish o'rinlarini yoki boshqa narsalarni ko'rish uchun Headhunter'dan yoki boshqa Telegram kanallardan, aynan O'zbekistonniki bo'lishi shart emas, boshqa masalan Rossiya yoki boshqa joylarning kanallaridan ham ko'rib kuzatishingiz mumkin. Aynan talabdir. Endi bu soha o'zi hozir O'zbekistonga yangi kirib kelayotganligi uchun aynan biznesda, keyin banklarda ko'p qo'llanilyapti. Banklarda ko'p qo'llanilyapti. Bular hali bu sohani masalan ko'p ishlab chiqarish kompaniyalari yoki zavodlar yoki boshqa joylar asosan nimaligini hali anglab yetgan yo'q. Data analitika sohasini masalan yana qayerlarda ishlatishimiz mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Deylik, o'zimizning qandaydir bir biznesimiz bor. Biznesimizga tatbiq qilsak ham bo'ladi. Qaysi ma'noda, masalan, qancha mahsulot sotdik, qaysidan qancha foyda keldi, qaysidan qancha foyda kelmadi, yoki omborda qancha mahsulot bor, qaysi kasr qancha savdo qildi, yoki va hokazo. Bunga misol juda ham ko'p. Vaqtimiz chegaralanganligi sababli qisqa gapirib o'tib ketaman. Asosan yana masalan sog'liqni saqlash. Sog'liqni saqlashda ham juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Masalan, bemorlar to'g'risida yoki dorixonalarda, ya'ni aptekalarda qo'llasak bo'ladi. O'zi asosan data analitika shunday joylarda kerak bo'ladi. Endi hali video davomida yana gaplashib ketaveramiz. Men qisqacha gapirib ketyapman. Ma'lumotlar bazasi haqida gaplashsak endi shu asosan PostgreSQL o'rganamiz biz. Ma'lumotlar bazasi o'zi nima, ma'lumot nima degan savol hozir sizlarga yangi tuyulishi mumkin. Masalan, oddiy qilib gapirsam, misol uchun har bir sekundga bitta ma'lumot paydo bo'ladi, lekin ular xom ma'lumot bo'ladi. Ularni biz masalan bizga o'xshagan analitiklar yoki boshqalar ularni oladi, tartiblaydi yoki masalan data engineer degan kasb bor. Ular asosan shu ma'lumotlarni yig'ish, ularni tartiblash bilan shug'ullanadi. Lekin bizniki data analitika bo'lganligi uchun faqat analiz qilamiz, boshqa narsa qilamiz, shulardan iborat. Masalan, ma'lumotlar, raqamlar, matnlar, sanalar yoki boshqa faktlar deyapti. Ma'lumotlar o'zi. Raqam ham bitta ma'lumot, matnlar ham bitta ma'lumot, sana ham bitta ma'lumot. Jamiki. Masalan, ma'lumotlar qanday ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun jadval ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun deylik, meni ismim, familiyam, to'liq ismim shu Safarov Hamro'li bo'ladigan bo'lsa, meni tug'ilgan yilim, qayerda tug'ilganligim, telefon nomerim, qaysi kompaniyada ishlashim, emailim yoki boshqa va hokazo ma'lumotlarim mana shu umumiy ma'lumotlarim hisoblanadi. Ular asosan row deyiladi. Tabledan gapiradigan bo'lsak, jadvalda, ya'ni row deyiladi. Bitta qatorga bir kishining umumiy ma'lumoti bo'ladi. Bularning holi oxirida
dars davomida ko'rib ketaveramiz. Masalan, table nima? Jadval, ya'ni ma'lumotlarni tartiblangan shaklda saqlanadi. Odatda satrlar va ustunlardan iborat bo'ladi. Ustun degani, ustun column, ya'ni bu masalan umumiy ism, familiya bo'ladigan bo'lsa, umumiy tabledagi hamma mijozlarni ismi, familiyasi har bir ustunga bo'ladi. Telefon raqami yoki boshqa narsasi boya aytganda va hokazo. Satr degani asosan shu qatorlar, masalan bitta qator bitta umumiy mijozni bitta ma'lumot hisoblanadi. So'rovlar, query'lar, ya'ni ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni topish uchun va olish uchun ishlatiladi deydik. Misol uchun, masalan biz PostgreSQL o'rganadigan bo'lsak, men qisman aytib ketaman. Select yoki where yoki gruppa yoki boshqa narsa. Bular query hisoblanadi. Asosan tartibli query yozishni ham o'rganamiz. Masalan, deylik, qanday tushuntirsam bo'ladi sizlarga qiziqarliroq bo'lishi uchun. Masalan, aytayapti-ku, topish usuli. Ya'ni shu, misol uchun, aynan menga tegishli ma'lumotlarni topish uchun yoki umumiy savdo qilgan mijozlarni topish uchun yoki omborxonaga qolgan tovarlarni topishimiz uchun, boshqa narsalar, shular hammasi table'ga, ya'ni jadvalga kiritilgan bo'ladi, tayyor ma'lumotlar bo'ladi. Ular boya aytib o'tib ketganimdek data injener tomonidan bizga yig'ib berilgan bo'ladi, toza va tartiblangan ma'lumotlar bo'ladi. Bizlar asosan shu ma'lumotdan kelib chiqqan holda analiz qilamiz. O'zi masalan yana data analitika sohasiga urg'u berib ketadigan bo'lsam, data analitika sohasida Python, Excel, SQL va Power BI o'rganiladi. Python asosan kutubxonalarni o'rganamiz. Python kutubxonalari nimalardan iborat bo'ladi? Pandas, NumPy, Matplotlib kabi kutubxonalardan iborat bo'ladi. Endi Python nima uchun bizga kerak degan savol sizlarga paydo bo'lishi mumkin. Masalan, SQL ga qila olmagan ishlarimizni Python kuchli dasturlash tili va oson o'rganiladigan dasturlash tili bo'lganligi sababli biz Python kutubxonalaridan foydalanib ham analiz qilishimiz mumkin. Excel asosan bu SQL dan oddiyroq hisoblanadi. Bunda ham analizlar qilsak bo'ladi, lekin asosan ko'p katta ma'lumotlar bilan ishlash qiyin. Ishlasa bo'ladi, lekin qiyinroq, sekin ishlaydi. Asosan bizning korxonalar o'zi shu paytgacha faqat Excel ishlatib kelgan. Lekin masalan yaxshi nima bo'lmagan, analiz bo'lmagan. Shu sababli ham qaysidir tomonda rivojlanish aynan Excel ga bog'liq deyotganligim yo'q. Uzurim bor, kechirasizlar, lekin shunga nisbatan qiyinroq. Excel yaxshi u ham, lekin sal qiyin ishlaydi. Masalan, endi yana shu ma'lumotlarga qaytadigan bo'lsak, DBMS, ya'ni Database Management System, ma'lumotlar bazasini boshqaruvchi dastur. Masalan, ularga shu boya aytganimdek MySQL, PostgreSQL, Oracle, bularni o'zi MySQL, PostgreSQL, shu SQL dan farqi nimada deyishlari savol paydo bo'lishi mumkin-da sizlarga. Asosan bularning farqi yozilishida bo'lishi mumkin yoki bajaradigan ishida ozmuncha farq bo'lishi mumkin, lekin 100% deyishga haqqim yo'q. 99% holatda bular bir xil ishlaydi. Masalan, PostgreSQL ni biz o'rgansak, siz bitta qiziqsangiz, bir o'tirgan paytingiz MySQL ni bemalol o'rgana olasiz. Bunda hech qanday muammo bo'lmaydi. Hozir bitta ma'lumot qolib ketdi. DBMS degani, ya'ni DBMS shu ma'lumotlar bazasini, ya'ni PostgreSQL ni boshqaruvchi dastur hisoblanadi. Endi database tushunchasi. Endi qisqa men ma'lumot yozib ketganman, bu yerga yoritib tashlaganim yo'q. Endi ilm saviyamdan kelib chiqqan holda yozganman. Data o'zi ma'lumot hisoblanadi. Database tushunchasi shu 1970-yillardan boshlab relational database tushunchasi paydo bo'lib boshlagan. Database shu ma'lumotlar bazasi, bu DBMS bo'ya aytganimdek ma'lumotlar bazasini boshqaruvchi tizim hisoblanadi. Database bir-biriga bog'liq ma'lumotlarni tartiblangan jamlanmasi hisoblanadi. Biz buni o'rganishimizdan maqsad nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, maqsad ma'lumotlarni samarali saqlash, izlash, yangilash va boshqarish hisoblanadi. Men hayotiy misollardan
ma'lumotlar to'g'risida hayotiy misol berib ketadigan bo'lsam, masalan, bizni kunimiz asosan ko'p o'tadigan Instagram ijtimoiy tarmog'idan olib gapirayotgan bo'lsam, endi bu bizga tonish bo'lganligi uchun aytyapman. Misol, masalan, foydalanuvchilar postlarga bildiradigan bildirishnomalari, masalan, yozadigan kommentimiz, bosadigan laykimiz va hokazo hammasi Instagramni, misol siz bitta layk bosdingizmi, komment yozdingizmi, ularning ma'lumotlar bazasida u ma'lumot saqlanadi. Misol uchun o'shalarga, masalan siz yoqtirish bildirdingizmi shu podkastga yoki nimadirga, asosan ular o'sha mavzuga keyinchalik yanada yaxshiroq podkast olishni yoki story chiqarishni xohlaydi. Banklar, ya'ni banklar tranzaksiyalar, onlayn magazinlar va buyurtmalar. Endi banklarga urg'u beradigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, banklar o'zi qanday bo'ladi? Banklar ham misol uchun biza o'tkaziladigan pul o'tkazmalari asosan mana shuni DBMS qo'llab-quvvatlaydi. Misol biz kimgadir pul o'tkazsak, u ikki tomonlama ham qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni biz o'tkazadigan pul qandaydir muammo sababli qolib ham ketmaydi yoki unda o'tib ham qolmaydi. Bir tomon yo muammo bo'ldimi, unga o'tadi yoki o'tmaydi. O'rtada hech qanday pul aloqasi qolmaydi. Asosan shularga urg'u bersak bo'ladi. Onlayn magazinlar, ya'ni mahsulotlarga buyurtmalar. Misol uchun siz qaysidir mahsulotga qiziqish bildirasiz, savatga tushirasiz yoki unga buyurtma qilasiz. Masalan, o'sha ma'lumot ularni borib misol, hayotiy misol uzumdan oladigan bo'lsak, uzumdan masalan siz ko'p ma'lumot adashib ketdim. Misol uchun ko'p qandaydir mahsulot zakaz qiladigan bo'lsangiz, masalan, o'shalarni ularni ma'lumotlar bazasiga borib saqlanadi, tushadi va o'shandan kelib chiqqan holda bizga keyin mahsulotimiz yetkazib keltiriladi. Endi ma'lumotlar deyapman. Endi sizlarga misol uchun bular haqida ham bir to'xtalib o'tsak, ma'lumotlar bazasida asosan cheklovlar bo'ladi. Cheklovlar, ya'ni primary key, foreign key bo'ladi. Bog'lanishlar va boshqalar. Har bir ma'lumotlar bazasi aniq maqsad va qandaydir muammoni hal qilish uchun quriladi. Har bir ma'lumotlar ma'noli va unga asosan mos bo'lishi mumkin. Demoqchimizki, biz ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lsak, masalan, data analitika sohasida PostgreSQL nima ish qiladi deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, PostgreSQL asosan misol uchun bitta tabelga hech qanday jadval saqlanmaydi. Bitta tabelga ma'lumotlar saqlanmaydi. Nima uchun degan savolni siz paydo bo'layotgan bo'lsa, men bu savolga javob berib ketishim mumkin. Nima uchun degan savolga men javob beradigan bo'lsam, hurmatli obunachilar, bunga asosan masalan, deylik, qaysidir mahsulot sotildi, qaysidir mahsulot sotilmadi, omborga turibdi yoki bizni mahsulotlarimiz ro'yxatiga yangi mahsulot qo'shildi. Yoki qaysidir mahsulotni biz sotib turgandik, uni ma'lumotlar bazasidan o'chirimish kerak bo'ladi. Asosan shunga hozir men ko'p gapirganim bilan ham sizlarga qandaydir asosiy maqsad meya papka ochish, keyin men asosan shu ma'lumotlar bilan ishlagan paytim o'sha sizlarning xayollaringizga keladi, signal bor, paydo bo'ladi. Asosan mana shunday customer deydigan bo'lsak, oddiy mijozlarni tabelini oladigan bo'lsak, boya aytganda o'sha mijoz ism familiyasi asosan savdo qilgan vaqti to'lov отдельный tabelga saqlanadi. Misol uchun uni ism familiyasi, o'sha ID raqami va hokazo ma'lumotlar bo'ladi. Va bizda yana qanday masalan oddiy korzinkani olib gaplashadigan bo'lsak, korzinka hammamizga tanish bo'lganligi sababli aytyapman. Misol uchun produktlar ro'yxati bo'ladi bizda asosan. Masalan, to'lovlarni o'zi отдельный tabelga saqlangan bo'ladi va kassalarni o'zini asosan tabelga saqlaymiz. Bularga ma'no nima deb aytadigan bo'lsak, boya aytganimdek, masalan, qaysidir kassir ishdan ketdi, bitta tabelga ma'lumot saqlaydigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, hammasini bitta-bitta o'zgartirib chiqishimizga muammo yuzaga keladi. Shuning uchun masalan qaysidir kassir ishdan ketdi yoki yangi kassir ishga keldi, o'sha asosiy
ya'ni shu kesterlarni tabeldan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va yana qanday? Misol uchun store, ya'ni o'sha korzinkani qaysidir filialiga bo'ladigan hodisalar ham bitta tabelga, ma'lumotga, jadvalga saqlanadi. Endi umumiy o'zi ma'lumotlar bazasi shu tartibda bo'ladi. Dars o'tishimiz davomida men har kuni sizlarga darsga yuklab boraman. Buni endi vaqtim bo'lgan payt yuklab boraman. Endi qanday dars o'tish strukturamiz qanday bo'ladi desangizlar, misol uchun masalan men GitHub akkauntim bor. GitHub akkauntim hozirgi kunda o'zim yechgan masalalarimni, boshqa narsalarni yuklab boshlayapman. Endi sizlarga tushuncha paydo bo'lishi uchun men sizlarga buni ko'rsatmoqchiman. Misol uchun qanday bo'ladi? Masalan, GitHub akkauntimga men kod yozgan kodlarimni yuklaganman. Buni hali xudo xohlasa videoimni kommentariyasiga qoldiraman. GitHub akkauntimni kirib bemalol sizlar ham foydalanishlaringiz mumkin. Yozgan kodlarimni ko'rishlaringiz mumkin. Asosan biz mana shunday kodlar yozamiz. Bu hozir boshlanishligi uchun bu asosan 3 ta 4 ta dars keyingi ma'lumotlar hisoblanadi. Birinchi boshiga bunday bo'lmaydi. Bu sizlarni qo'rqitib qo'ymasin qaysidir ma'noda. Masalan, select nima, from nima, where nima, hammasini xudo xohlasa bir boshdan ko'rib ketamiz. Asosan kodlar mana shu tartibda yoziladi. Endi misol uchun sizlarga qiziq bo'lishi uchun bitta hozir amal bajarib ko'rsataman. Buni keyingi darslarimizda asosan foydalanib boshlaymiz. Buni agar kimdir tushunsa, hozirdan PostgreSQLni bemalol o'rnatib darsda videoni boshlash mumkin. Endi qanday bo'ladi? Misol uchun hozir ochishi sal qiyin bo'lyapti. Masalan endi hozir bu yoqqa tayyor kod yozilgan. Boya o'zim ishlagan masalalar ro'yxati. Bunga hech qanday boshlaringiz qotmasin. Misol uchun deylik, mana select from customer. Endi customer tabelini biz chaqirib olyapmiz. Boyagi aytgan ma'lumotlarimni isboti uchun, aytgan gaplarimni isboti uchun men sizlarga shu narsani ko'rsatmoqchi bo'ldim, ko'rsatishga qaror qildim. Masalan, customer ID, ya'ni mijozning IDsi, ismi, familiyasi, emaili, adresi, aktivligi, hozir aktivmi yoki yo'qmi, shulari. Misol uchun credit date, ya'ni o'sha savdo qilgan payti, misol uchun hozir savdo qilgan bo'lsa, keyin yana yangilangan vaqti, ya'ni last update, o'sha vaqti yanada kelib savdo qilib ketganligi, bu bizga har bir ma'lumot saqlanadi. Bular hozir masalan men bu yerda mana 1 ma'lumot turibdi, 0 ma'lumot turibdi. Bu 0 ma'lumoti bu nima? Mijoz hozir bizda aktiv emas degan ma'noda kelyapti. Xuddi shunday ma'lumotlar bazasi bilan ishlaymiz. Keyingi darsda xudo xohlasa sizlar bilan PostgreSQL ni o'rnatamiz. Bu men foydalanadigan, kod yozadigan tool asosan Dwyer hisoblanadi. Ikkalasi ham zo'r. pgadmin PostgreSQL da o'zi tooli bor, u pgadmin hisoblanadi. PostgreSQL ni o'rnatsangizlar, u asosan o'zi avtomatik o'rnatadi, lekin buni o'rnatishda ham videoga ko'rsatib ketaman. Buni misol uchun unga bitta select deb ma'lumot yozib turish kerak. Misol uchun bunga sen yozsangiz, o'sha select deb chiqadi. Bitta enter deb bosasiz yoki tab deb bosasiz. Aytmoqchi bo'lganim, vaqtni uncha ko'p ketmaydi, ham ko'p xatoga yo'l qo'ymaymiz. Asosan bizning kodlar ana shu tartibda bo'ladi. Bemalol meni GitHub akkauntimdan kirib, kodlarni ko'rib, tushunmagan joylaringizni kommentariyaga izohlar yozsangizlar, men bemalol sizlarga javob qaytarishga harakat qilaman. Mayli, tinch omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Keyingi darsda ko'rishamiz.